Brilliant shashlik haqida eshitganmisiz? Albatta yo'q. Uning uchun siz dengiz sathidan 1000 va 3000 metr balandlikka ko'tarilib, mana bu lolalarni tomosha qilib va albatta mana bu brilliantga teng, oltinga teng oq qo'ziqorinni topishingiz kerak bo'ladi. Esingizda bo'lsa, oq qo'ziqorin haqida lavha qo'yganimizdan keyin millionlab prosmotrlar hamda minglab xabarlar oldik va ayrim blogerlarimiz ham ushbu qo'ziqorinni qidirib olishdi. Bu qo'ziqorin dengiz sathidan 1000 va 3000 metrlik balandlikda kislorodga boy va juda ham foydali bo'lgan giyohlar bilan birgalikda o'sadi. Bu qo'ziqorinni ayiqlar, kiyiklar ham qilib yurishadi. Bu qo'ziqorinni siz pastdagi adirlikdagi mayda-chuyda qo'ziqorinlar bilan solishtirmang. Bu juda ham aristokrat qo'ziqorin. Xafa bo'lib qoladi-ya. Bu qo'ziqorin oqsillarga, uglevodlarga, yog'larga va albatta vitaminlarga juda ham boy. Shunisi aniqki, mana shunday qorlardan oqib kelayotgan suvda juda ham baland cho'qqida giyohlar bilan birga o'sgan mana bu qo'ziqorindan shashlik qilib hech qachon yeb ko'rmagansiz. Shuning uchun bu qo'ziqorinni men brilliant qo'ziqorin deb atayman. Haqiqatan brilliantga teng. Shifobaxsh giyohlardan ufurib turgan hidlar, qorlardan oqib kelayotgan zilo suv va albatta toza kislorodda o'tirib, mana bunday sharoitda brilliant shashlik yeyishga nima yetsin? Umringizda bir marta bo'lsa ham mana shunday joyda, mana shunday sharoitda brilliant shashlik qilib yegan bo'larmidingiz?